chorniy akkauntdan kirib poylab o'tiradigan ajdarhochalar borda. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim. Juda ko'p savollar kelgan. Menga qachondan beri sizlar bilan efirga chiqmagan edim. Shahnoza opa, Instagramda kosmetologmisiz, skorini qo'yasiz, o'zingizni qo'yasiz degan maqsadlar bilan yozgansizlar. Men Instagram mani hobbim. Instagramda mani do'stlarim bor. Mani kuzatadigan Amerikada, Dubayda, Turkiyada, Izrailda bo'lgan mani dugonachalarim bor. Mani qadrdonlarim bor. Mani ko'radi. Men yaxshiman, yozalar. Shahnoza, bugun seni ko'rdim, juda xursandman. Men ularni yozaman. Gulnozjon, seni ko'rdim, juda xursandman jonim. Bugun qara qanday yaxshi yuribsan. Men shu maqsadda Instagramga olib ketaman. Meni Instagramim hobbi. Men Instagramda pul ishlash uchun sizga reklama qo'ymayman. Men Instagramda ishim reklama qilmayman. Menda hamma narsa tabiiy holatda. O'zimni qanday his qilsam, например, uyda nimani ko'rsatmoqchi bo'lsam, o'sha narsani ko'rsatib ketaman qizlar. Sizlar o'ylamanglar, Shahnoza opa Instagramni reklama qilyapti. Men reklamaga muhtoj ayol emasman. Menga reklama вообще kerak emas. Mani profilimda 99% do'stlarim bor, 1% chorniy akkauntdan kirib poylab o'tiradigan ajdarhochalar borda. Hammani ham do'sti bor, dushmani bor. Основной skorimni kuzatib turarlar-da, shuni profildan narsani o'g'irlab o'zlarining profillariga qo'yarlar. Qani bular nima qilyapti deb. O'sha akkauntchalar hisobga olmagan holatda Instagramim hobbim men. Biz ham reklamaga muhtoj emas biz. Bizlar o'zimizning klientlarimiz bor, bizlarning o'zimiz tanigan xalqimiz bor. Men xalqimni juda hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Men podpischiklarim hammasi men bilan 12 yil, 13 yildan beri yurgan insonlar. Ular hammasini hurmat qilaman. Layklaringizga, SMSlaringizga Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Savollaringizga javob oldilaringiz degan umiddaman. Shahnoza opalaringiz faqat kosmetologiyani, tez yordamni reklama qilmaydi, o'zini hayotini ko'rsatib ketyapti. Instagram bizlarning reklama uchun emas, prosta hobbim uchun, Instagramda do'stlarim uchun, bilasizlar, hamma shahardan, viloyatlardan, tumanlardan, davlatlardan bizlar kuzatib boradi, o'shalar uchun qo'yiladi. Chorniy akkauntdan kirayotganlarga gapim bor, chiqib ketinglar bizlar profildan. Sizlarga hech narsa yo'q bu profilda. Like bosishga ham qo'rqa. Qanday dushman bo'lib to'xtab proverka qilib o'tirarlar. Men hayron qolaman bunaqa odam. Meni vaqtim ham yo'q Instagramda odamlar kuzatishga. Lekin odamlar vaqt topadi, ham ishini topadi, ham bizlarni kavlashga ham vaqt topadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollaringizga javob oldilaringiz, hammalaringizga bitta qilib savolga javob berdim. Sizlar hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Klinikamiz hamma vaqt sizlar uchun ochiq. Kosmetologiyam ishlab yotibdi, lekin videoga olishga vaqtim yo'q. Ovozimga e'tibor bermaymiz. Yoz chog'ida saligina shamollab qo'ydik.